Puanı sababi bor. O'sha hadislarda ham keladi. Sababini qilib shifo izlanglar deb. Misol o'tingizni bog'lab qo'yib, inakiga Allohga topshirasizda. Qo'yib Allohga topshirsangiz ketadi qaylaga. O'shani singari bu bog'lab bizga. Yaxshi tomonga o'zgardim. Hamma tomonlama asoratlar yo'q. Alhamdulillah, menda avvalgi asoratlar qolgan emas, bitta ham qolmagan. Hozir bir marta 603 chiqdi. 6, 5, 8. Maşallah. Kunda o'lchataman. Kunda bir mahal, bir marta ovqatlangandan keyin 2 soatdan keyin o'lchataman. Bir marta ertalab uyg'onib o'lchataman. Ochiq o'ringa. Hali ko'tarilgan yo'q. Endi men ham remissiyaga erishib qolaman shekilli niyat qilib turibman. 18-yili biz davlat tomonidan hajga boradigan bo'ldik. Hajga ketishdan oldin doktor rosa ko'ruvdan o'tkazar ekan. Shunda meni tekshirganda sahar chiqdim. Sahar chiqib 13, 15 chiqib yurdim sahar. Keyin tushkunlikka ham ortiqcha tushmadim. Taqdirimdagi narsa deb qabul qildim buni. Unda avval parhez qilishni tushunmaganman, bilmaganman. Hamma narsani yeb yuraverdim, faqat shirinlik yemadim, pechoniylar yemadim, shakar, novotlar yemadim. Shulardan parhez qilib yurdim anchagacha. Keyin bir 2 yil bo'ldi. Bosib qo'shiling degan nima keldi, men o'shanga qo'shildim. Qo'shilsam, mana shu qandli diabet muhokama kanali ekan. Shunga kirdim. Kirib edagi nimalarni kuzatib yurdim. Kuzatib yursam, qanaqaligi mana shunaqa duradgorman. G'ish oyog'imga tegib ketib, oyog'im jarohati bitmasdan chuqurlashib ketaverdi. Oyog'im kesiladigan holatgacha bordim deb boshlardan o'tgan hammasini aytib berganlar. Men uni juda chiroyli eshitib mulohaza qildim va o'zimga shundan ibrat oldim, o'rnak oldim. Shu bilan parhezga kirishdim. Sizda u paytlarda qanaqa asoratlar bo'lyapti? O'sha vaqtida menda hojatga qatnashlar, chanqashlar bor edi. Enakim parhezga o'tdim. Mana shu stopda keyin ichishni boshladim. Bu stop diabet ichishingizdan oldin ikkilandingizmi, ta'sir qiladimi? Boshqa vrachlarni ham Elisher, yana Davronbekmi degan vrachlarimiz borlar. O'shalarni chatda qatnashaman. O'zim chatga chiqmadimmi, hammani muhokamasini eshitaman. Siz o'zingiz gapirmasangiz ham eshitib, gapirmayman, eshitib o'zimga xulosa chiqazaveraman. Shunaqa qilib, inakiga ikkilanmadim ko'p ham. Buni foydasiga aniq ishondim. Ko'pchilik aytadi, u gruppaga qanday kirsak bo'ladi? Biz ham shu vrachni ovozli chatlariga biz ham qanday qilib qatnashsak bo'ladi ekan, shu xolamizga o'xshab deb YouTube'da ko'rayotganlar ikkilanishi mumkin. Biz shu videoni kommentariyasiga Telegram gruppamizni, WhatsApp gruppamizni manzillarini qo'yib qo'yamiz. Ustiga bosib kirib qo'shilishsa bo'laveradi. Hop, sizda mana stop diabetni ichdingiz. Mana hozirgi kunda mana Zenso diabet ichyapsiz. Shu Zenso diabetni ichganingizda necha kunda ta'sir qildi va mana oldin mana stop diabetni ichganingizda necha kunda ta'sir qilgan edi? Endi kunini aytaman men. 15-20 kun atrofi. Baribir endi yaxshilanib bordim-da, tobora yaxshi. O'zingiz o'zgarish his qilib bordingiz. O'zgarish his qilib bordim. Chanqashlarim qoldi, og'zimni qurishlari qoldi. Hojatga borish kamaydi. Hojatga yurishlarim kamaydi. Ancha yaxshi bo'ldim. Keyin yana ichaman desam, bu Zenso diabetga chiqdi deb. Shuni ko'pchilik sababini so'rashdi. Nimaga oldin stop diabet edi, keyin Zenso diabet bo'ldi deyishganda, ko'pchilik mana 15 mingdan ortiq gruppamizda 30 mingga yaqin odam bor ko'rasiz. Stop diabetga yana qanaqa qo'shimchalar qilish kerak? Mana 3 yil, 4 yil davomida shu haqida bosh qotirilib, yana buni stop diabetdagi tarkibiga yana giyohlar qo'shildi. O'zingiz bildingiz, mana fito choyi ham oldin paketchalik ko'rinishda bo'lar edi. U paketchada ko'p giyohlarning ta'sir kuchi paket ichida qolib ketardi ekan. Keyin u paketda o'zini ham qanaqadir zararlari bor ekan, internetlarda o'qidik. Shuning uchun endi uni hech qanaqa paketsiz chiqarilishni boshladi.
Menda ochib ko'rsataydi. Ko'pchilikka tushunarliroq bo'ladi. Shunaqa talab va takliflarni inobatga olib, mana bunday qilib ko'rsatsak, mana hozir mana fito choyi bunaqa idishda chiqyapti. Mana Zenso diabet kapsula oldin Zenso stop diabet tabletka ko'rinishida bo'lardi. Tabletka edi. Oshqozonida muammosi borlar ichishga o'ylanar edi, qiynalar edi, och qoringa ichish olmas edi. Endi bu dorini bu biologik aktivida vaqtgani och qoringa ichsa ta'siri yaxshiroq bo'ladi-da. Oshqozonda 3 mahal. 3 mahal, uni 2 mahal ichayaptim. Oshqozonda muammosi borlar och qoringa icha olmas edi. Endi bu kapsula bo'lgandan keyin ular och qoringa ichsa ham bo'laveradigan bo'ldi. Keyin mana giyoh tabiiy yog'larida mana yog'lar va vitaminlar kompleksida ham bu qo'shimcha yog'lar qo'shildi. U oldin qora sedana yog'i deyishardi, yo'q, hozir bunda faqatgina qora sedana yog'i emas, 6 xil, 7 xilga yaqin tabiiy yog'lardan tashkil topgan. Bu fito choy ham davleniyani normallashtirishga, odamni shu tetiklashtirishga yordam beradi. Mana paketchalik ko'rinishda emas, choy qoshig'ida damlab ichyapsizlar endi. Shunaqa termosga damlab qo'yishadi. Shunaqa. Keyin ko'pchilik aytishdi, narxida takomillashtirish kerak degandan keyin buni narxini ham stop diabetga nisbatan arzonroq qilib chiqarildi. Shunaqa qo'shimcha tomonlari bor. Shuning uchun tushunmaganlar bu 2 oylik ekan, million so'm ekan deydi. Buni ichidagi qo'shimcha giyohlari ham bor-da. Qo'shimcha giyohdan tashqari soni ham. Keyin soni ham ko'p. Keyin qarang. Oldin stop diabetda 3 oy ichilishi kerak bo'lgan doza shuni 2 oyda ichiga kiritilgan. Shu oldin bitta dorini 3 ga bo'lib ichayotgan bo'lsa, hozir 2 ga bo'lib ichyapti-da. Bamisoli. Shunaqa bamisoli shunday qilib misol keltirsak bo'ladi. Shunaqa tushunganlar o'zi tushunyapti, tushunmaganlarga endi baribir vaqt kerak, hamma ham bir xil tushunmasligi mumkin. Buni 2 oylikdan 2 ta oldim. Rahmat, o'sha chiqadi dediganlarga ham maxsus qo'shib berishdi. To'kli maxsus qo'shib berishdi, oyoqlarim mazza qilibdi, yayrab, issiqqina. Buni ichganingizdan keyin o'zingizda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Shu haqida gapirib bersangiz. Ko'pchilik bu Zenso diabetga ikkilanar ekanda, stop diabet ichayotganlar. Yo'q, hech ikkilanmay ichaverish kerak. Yaxshi tomonga o'zgardim. Hamma tomonlama asoratlar yo'q. Alhamdulillah, menda avvalgi asoratlar qolgan emas, bitta ham qolmagan. Hozir bir marta 6 chiqdi. 6, 5, 8. Ey maşallah. Oldinlari stop diabet ichishingizdan oldin necha chiqardi sahringiz? 8 gacha chiqardi-da. O'sha stop diabet ichib turganimda ham 8 chiqqan. Hozirgi kunda endi? Hozirgi kunda 6.3 dan hali oshgan yo'q. Buni ichganimdan beri kunda o'lchataman. Kunda bir mahal, bir marta ovqatlangandan keyin 2 soatdan keyin o'lchataman. Bir marta ertalab uyg'onib o'lchataman. Och qoringa. Hali ko'tarilgan yo'q. Endi men ham remissiyaga erishib qolaman shekilli niyat qilib Bu yer hozir Namangan viloyati qayer? Bizni namanganliklar ham ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Irvodon deydi beye. G'irvondan o'tganda Elobod City deydi beye. Baliqxonani atrofi. Navbahor mehmonxonasining ro'parasida uyimiz. Baliqxonaning yonidan kirilinadi. Mana namanganliklar ko'rib ham boshqa joyliklar ko'rishi mumkin. Baribir namanganlik odamning gapiga ishonadi-da. Mana o'zimizni joydan ichishgan ekan, biz ham bir ichib ko'rsak bo'lar ekan deb ko'pchilik sahrda asoratlardan ikkilanib azoblanishadi-da. Ikkilanma ichaverish kerak. O'sha asoratlardan avvalo Alloh taolo, qolaversa mana shu sabab. Albatta. Bu sahrni yo'q qilib yormasa ham, o'zi yo'q qiladigan dori hali o'ylab topilmagan, asoratlarni yo'qotishga yordam beradi. Albatta. Shunaqa. Endi asoratsiz yashadi degani odamni hayot sifati oshirishiga sababchi bo'ladi-da. Mazza qilib uxlaydi. Sog' odamdaqqa yashaysiz. Albatta. Uyqularim rosa yaxshi-da. To'yib uxlaman. Oldin qanaqa bo'lardi? Erta uxla, erta tur degan qoidaga amal qilaman. Erta uxibdan o'qiyman, uxlab olaman. Ina tahajjudga turaman. Shu bilan uxlamayman quyosh chiqquncha. Quyosh chiqqanda namozimiz bor ekan. Oldin qanaqa bo'lardi uyqu? Oldin qiynalardim.
uxlashga qiynalardim. Uxlab olsam uxlab qolardim. Uxlamasam ko'rpada bomdodgacha. ko'rpada og'anab yotaverardim. Lekin o'shanda ham xafa bo'lmadim. Qur'onim qalbimda bo'ladi. Qur'onim o'qib yotaveraman. Hech ham hayotdan xafa bo'lmayman men. Shunda, maşallah. Juda xursand bo'ldik. Siz bilan mana tanishdik bugun. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldik. Sizlardan ham qadamlaringizga Robbim hasanatli bitsin, umrlaringizga barakotli bitsin. Oilani hamisha tinch, to'tuv, ahil inoq oila bo'lsin. Rahmat. Endi ko'pchilik aytadi, peshonamdagi borni ko'raman deydi, lekin sababini qilish kerak edi, to'g'rimi? Shu haqida gapirib bering, mana buni olishga ikkilanayotganlarni sababini qilish. Yo'q, shifoni sababi bor. O'sha hadislarda ham keladi, sababini qilib shifo izlanglar deb. Misol o'tingizni bog'lab qo'yib, inakiga Allohga topshirasizda. Qo'yib Allohga topsangiz ketadi qaylaga. O'shani singari bu bog'lab bizga. Mana alhamdulillah sizlarga rahmat, avvalo Allohga hamd sanolar bo'ldi, kompaniyaniga rahmat. Mana shu yerdan ancha men foyda topdim-da. Ikkilanma o'lib ichish kerak buni. Bu tabiiy bo'lgandan keyin. Tabiiy. Keyin juda qimmat emas. Misol bir marta lichena deydi. Har 6 oyda lichena olishadi-yu. Olaman desa qancha pul ketadi. Bu unaqa ham emas. Cho'nta bop. Shunaqa. Endi bitta lichenaga yotganda bir kamida 6-7 million ketib qolsa kerak. Ketib qoladi. Bu yaxshi. Shunaqa. Hamyon bop, keyin pensionerlar bop. Shunaqada. Maşallah. Juda xursand bo'ldik. Sizdagi o'zgarishlarni ko'rib, o'zim men sizni ko'rib, sahrga o'xshamaydi, yo'qolamiz dedim. Aytdim, men sog'lomman dedingiz siz. Men sog'lomman, alhamdulillah, sog'lomman. Sog'lomlikka yetkazsin, hammani dardiga shifo bersin Robbim. Aytganingiz Avvalo Robbim o'zi shifo bersin, shifokorimiz. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Mana videoni ko'rib turganlar, hojonamizning holatiga havas qilganlar like bosib qo'yasizlar shu videoga. Xursand bo'ldik. Mana ko'p sahrlar asabiy ham bo'lib qoladi-yu, sizda ham oldin shunaqa bo'lganmi? Nabiralar shovqini. Yo'q, men o'zi bolani yaxshi ko'raman. Odamlar ko'p joyga borgisi kelmay qolish, shunaqa bo'ladi. Bo'lmaydi o'sha yerda menda, rostiga bo'lmaydi. Men bolani yaxshi ko'raman o'zim. Bola mana shu yoshligidan nevaralarimni oldimga qo'yib o'qitaman, Qur'on o'rgataman. Tili chiqqandan boshlayman. Boladan zerikmaganman men. Hozir ham kerak bo'lsa, bolalaringni bo'lsa, beringlar o'qitib beraman. Maşallah. Xursand bo'ldik. Juda siz bilan mana intervyugacha ham gaplashdik. Men maza qildim-da. Alloh razı olsun. Alloh razı olsun. Rahmat kattakon.